Yevropada o'zbeklar qancha pul topadi? Fransiya, Ispaniya, Norvegiyada bo'ldim. O'zbek oshxonasiga kirganda bir ikkita o'zbeklar bilan gaplashib qoldim. Va eng qiziqqan savol o'yiga qancha pul topasiz degan savolni har bittasidan so'rab chiqdim. Lekin o'zbeklar uchun ishlashga ham, yashashga ham, pul orttirishga ham eng zo'r davlat bu Koreya ekan. Chunki Ispaniyada ham, Fransiyada ham, Norvegiyada ham yashash o'ta qimmat ekan. Ishlashga nisbatan yashash birmuncha qimmat. Chunki Norvegiya bilan Fransiyada o'zbek oshxonasiga kirdim, bitta osh, bitta salat, bitta shishali kola aytdim. 30 yevro, bu degani 33-34 dollar atrofida tushdi bitta osh yeyishim. Lekin o'rtacha oylik 1800-2000 yevro. Bu degani 2200 dollar atrofida. Lekin Koreyadan 2200 dollar o'rtacha topiladi. Lekin Yevropada 2000 yevro topilgani bilan, lekin katta qismi o'zbeklar aytishdi, katta qismi har bosgan qadamimizga soliq to'laymiz deyishdi. O'yiga o'rtacha 2000 yevro topilsa, qo'lga tegadigan soliqlardan tashqari 1,5 ming yevro qolar ekan. Lekin Koreyada Y9 da qonuniy ishlaydiganlar o'rtacha bir oyda 2,5 ming dollar topgan taqdirda soliqlardan tashqari 2200 dollar atrofida qo'lga tegadi. Yevropada soliqlar katta ekan. Ayniqsa Norvegiyada 32% soliq to'lanar ekan. Topganingizda, misol o'zbek aka bilan gaplashdim Norvegiyada, oshxonada ishlarkanlar. O'rtacha 4000 yevro topiladi, lekin 32% soliqqa chiqib ketadi. Bundan tashqari yeyishda, uy-joy, kommunalka, boshqa xarajatlar bilan qo'lga tegadiganini uncha ko'p qolmaydi deyishdi. Misol uchun Koreyada bitta o'zbek oshxonasiga kirganda bitta osh 10 ming 12 ming won turadi. Non, choy, suvlar bilan, salat palatlari bilan uzog'i 15 dollarga borib bo'lmaydi. 12-15 dollar atrofida tushadi Koreyada. Lekin Fransiya, Norvegiyada 33-34 dollar tushdi bitta o'tirib osh yeyishi. Bu degani Yevropada yashash Koreyaga nisbatan 2 barobar qimmat degani. Lekin o'rtacha oylik Ispaniyadan, Fransiyadan Koreya bilan bir xil. Koreyada yashash o'zbeklar uchun ancha arzon ekan topishga yarasha. Chunki soliq, daromad solig'i 3% Koreyada to'lanadi. Bundan tashqari sug'urta bor, qonuniy ishlaydiganlar uchun nafaqaga olgan bir qismini nafaqaga qariyalar uchun soliqqa deb olib qoladi. Shunda ham 2,5 ming topgan taqdirda 2200 dollar atrofida soliqlardan chiqarib tashlaganda qo'lga tegadi. Lekin Yevropada soliq o'ta katta ekan. Norvegiyada misol 32%. 4000 dollar topgan taqdiringizda ham 3dan 1 qismi soliqqa chiqib ketadi. Eng asosiysi Koreyaga student bo'lib ham ishlayman, ham o'qiyman deb kelitganlar bemalol ishlab, o'qishini kontraktini to'lab, uyiga ham pul jo'natsa bo'ladi. Lekin Yevropaga student bo'lib ham ishlayman, ham o'qiyman deb kelitganlarga birmuncha qiyin deb o'ylayman. Chunki yashash birmuncha qimmat Koreyadan.